juda ko'p insonlarimiz bizda kredit va qarzlar bilan yashaydi. Agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, doimiy o'sib boruvchi daromadingiz bo'lishini istasangiz, mana shu bizni kompaniyani tekshirib chiqing. Avval qonuniy ishlayotganiga, keyin qanchalik daromad qilish mumkinligi haqida men sizga ma'lumotlarni yuboraman. Albatta bu sizga bugun kirdingiz, ertaga siz shuncha daromad qiladi degani emas. Yo'q, siz ishlaysiz, o'qishni o'rganasiz, bepul o'qish programmalari bor va sizda natija bo'ladi. Mana o'zbek tilida gapirishimni talab qilgan insonlarga bugun mana o'zbekcha gapirib chiqaman. Profilga o'ting, Telegramga ссылка bor, ma'lumotlarni olasiz.